Dunyodagi eng dahshatli g'orda sodir bo'lgan qo'rqinchli holat. Ikkinchi qism. Voqeani birinchi qismda Bob va uning do'stlari o'sha mashhur Los Jones g'origa borganliklari va bu g'orning eng tor tuynuk deb nomlanuvchi qismidan ketma-ket o'tayotganliklarida Bob ismli mana bu odamni tiqilib qolganligini ko'rgan edik. Boshida Bob tuynukka osongina kirib biroz harakatlandi-yu, tuynukni eng tor qismiga yetib kelganida uning o'ziga bo'lgan ishonchi birdan to'xtadi. Chunki uning har bir harakati holatni yana ham og'irlashtirayotgandi. Shu paytda uni qurshab olgan tosh qoyalar borgan sari ko'proq uni bosib qolayotgandek tuyulishi yetmaganidek, Bob suv yo'lini yopib qo'yganligi sabab muzday suv sathi borgan sari balandlashishi boshladi. Bu esa Bobni hayotiga xavf tug'dirishi aniq edi. Aynan mana shunday hayot uchun xavfli holatda Bobni tuynukdan tirik chiqib olishi uchun bir necha daqiqasi bor edi xolos. Yaxshiyamki bu qaltis paytda uni ortida qolgan do'stlarida yaxshi fikr paydo bo'ldi. Ular Bobni tuynukdan oldinga o'tkazish o'rniga orqaga tortib chiqarishni tanlashdi. Eng qizig'i, bu tuynukdan omon chiqqan Bob do'stlari bilan birga g'ordan chiqib olishlari uchun yana 3 soat orqaga yurishlari kerak edi. Bu g'ordan chiqib olgach, Bob umuman g'orlarga bo'lgan qiziqishni to'xtatdi. Hattoki bu holat Bobga shunchalik qattiq ta'sir qilganida, u o'zini tasvirlarini qaytib ko'rishga ham jur'ati yetmas ekan. Lekin undan ham qiziqrog'i, Bobni o'rnida siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'zingizni bu voqea bo'yicha hissiyotlaringizni va fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha